Hı. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın her qaysı yerlerdeki aziz kardeşler. Bugün kardeşim Arslan Hidayet bilen hazırki halkaradaki ciddi vaziyet ve Uygurlar arasındaki bazı meseleler hakkında erken sohbet edip varmız. Assalamu alaikum Arslan. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Güzel yaşlıyordum akennişim. Yaxşı, elhamdülillah. Hamdolsun. Aldılan şu hazır 40 günde açtı hazır. Şu Palestin-İsrailiye meselesi Uygurlar arasında olsun halkara diki bütün devletler arasında olsun nurgulgan talaf tartışlar, maceralar yüz berdi. Ahırkı şu mezgillerde Palestin-İsrailiye meselesinde qanday vakalikler yüz berýärdi? Qaysi tarap üstünlükni egelläýärdi? Muşu hakykatdan başlasak. Mençe Filistin mesele ona inçiklep kirişdim hacit yok. Haberlerde tuluk irip biriglik. Lekin maňa nisbeten muşu teşvikat. Çünkü iki tarapdan savaş, demdoq sokaş ilip birýärdi. U ýerde naq meydan bolatkan sokaş, u ýerde qyrylywatkan Filistin halky deýmiz we şu ýerde mücadele kılıvatkan Filistin halky deýmiz. Bu bir tarap, bu temga bek kirgim yok. Lekin muşu davada, yani media jihatdan ap beriletgan hareket diqqatimni bek tatdy. Neçe yılın yaky muşu Filistin meselesi muşu mediada bolsun veya ki sosyal mediada bolsun kümepkiliglikçi, hakikat kısmen körümüz hakikatne, lekin şu yerdeki Filistin halkı özünün, yani bir yanın ulanın bir paydası bolsa internetinin uçuk buluşu. Naq meydan taqtip ve taqtılıp Facebook bilan Instagram'da nim davatımız sensor taqatılmawatydy, çekilmewatydy. Lekin Twitter'da bolsa veya ki X bolsa Elon Musk bu X'ni kolunun ağanın yağı, Twitter'ni kolunun ağanın yağı asas jihatdan erkin fikir kılınıp kelywatydy ve erkin bir şekilde hemme näse ýylywatydy ve İsrail'nin yağan haberleri emas, meyli yağanlardan masum insanlarını ötderdi, tecavüz kıldı, bobaklarını ötderemez, yağan bop çıktı. Şon bu medyanın ne kadar sosyal medyanın, yani qançalik güçlük boğunu toğru bir şekilde işletilse, toğru bir şekilde gepler bulunsa, qançalik muhim ekenligini, haqiqatni o'tira qo'yganligini kördük ve nurgun närsini men şahsen ögünüp çıktım. Ve her zaman muşu televizyonda nim bolsa, palany döwlet bijimisi depdi, palany döwlet başlygy ana depdi, palany mediýa buna depdi, derhal işenmey, şu ýerde naq meýdan nim takyp batyr, bunu işleniş gerek. Biz maňa nisbeten boşu-boşuna Uygurlar biz bunu taçyp geldik. Äsli şu ýerden därs ilip biz qanday qıwatymiz? Bizning özümizin dawasy bek keýnigi çekinip ketdi. Çünki bizning zulüm tügdimi, tügmedi. Ama bizning kılıvatgan hareket bağan seri suslaşıwatydy. Bunun bir neçe sebep var. Kısmen çigranın içilişi, bazı Uygurlarning berişi, bazı Uygurlarning çıkışı, kısmen Uygurlarning burun muşu dava kılıp özünün üýdikleri bolsun, qaytadan şular bilan aloqa qurup, şunun bilan men bu jimyip turay. En azından bir ata-anam bilan üýdikiler bilan kısmen, gerçi bir kısım üýdikiler ya qo'yib berildi ya da ma'lum derecede bir azırak bolsun bir azatlık çıktı. Şuna ben bu to'xtab qalay degandek bir susturib qaldı. Ama unutmanglar ki bizdeki ne kamplar takıldı, ne bu nim deymiz türmeler takıldı. Hazırgacha mecburi emgek bar, hazırgacha zulüm davam qılyglyk, hazırgacha irqiy qırgınçylyk davam qılyglyk, hazırgacha bizning qızlarımız Xitaylarga setilywatydy, hazırgacha işqip zulüm azaýywatyr emas, çoňaýywatydy, ama bizning kılıvatgan hareketlerimiz azaýywatydy. Şo men buňa bek äpsizlandım. Nädiki ýokalangy närslerge tartışyp jürdük. Ya bir tiň paydasy ýok. Biz emdi kısmen şu Filistin'e boğatkan zulüm, şu Filistin'e boğatkan ırkı kırıncılıkni Uygur meselesiga çetip durup, şahsen men özümden dep etsem, çetip durup okşagan yeri, okşamagan yeri, meslen Filistin'de bunda ırkı kırgınçılık bergen çağda Uygurlar kelgen çağda bu destek, bu nimo qine dep men bu sorgulagan boldum ve nurgun Müslümanlar, nurgun insanlar bana hak bergen boldy.
Shuning bilan mencha nurg'un dars ilishimiz kerak bu ishlardan deb o'ylayman. Yani azroqcha bunda bir kirsak endi. Nayt ig'ir bir temada boshladik. Muşu yılki Palestin meselesinde bizden yılki behude talaş tartış köp oldu dep ötdüň Hmm. hazır. Şu talaş tartışlarınki mesela bazı teşkilatlarınki İsrail'in kollaşı, bazı kişilerin Palestin'in kollaşı bizden şu Şarkı Türkistan körüşüge kanda bir yaxşı täsirlerini yoki yomon täsirlerini etken dep garaýsyn. Men şahsen bek teşkilatlarga kirgim yo'q, lekin men mundalam dey. Meyli teşkilatlar bolsun, meyli özünü lider dep sayılganlar bolsun. Liderlerimiz nim bolsa, halkımız nim bolsa şu liderlerimiz şu. Yani halkımızın hali nim bolsa şu liderlerimizge yansıdı. Meslen Muşu 40 neçe gün boldu, 50 gün bolup kaldımı, muşu Filistin meselesi qayta gün tertip kelgen çağda ve ırkı kırgınçılık ap berildi İsrail tarafından. Mısır deymiz, Ürdün deymiz, okşama yerlerden emeli hareketke ötümüz dep sınırga mangdı. Ama şu devletlerinin özünün hükümetleri tosidi halkni, şu yerdeki insanlara yardım kılışımız için. Şuna okşaş, bizning nima temsilcilerimizden do'q mu yani xalq nim gapning qisqasi xalq nim bo'lsa shu bizmi shu agar Qur'on sunnatga jiqroq tayangan bo'lsak balki bizning liderlerimizmi boshqacha bir shaklda javob beradi. Elhamdülillah Türkiye'nin nimasi belli. Türkiye'deki meyli Türkiye'nin reisi olsun, Türkiye'nin teşkilatları olsun. Ular hakikat tarafta tutdu. Lekin mavi g'arbdagi tashkilotlarmi keşke şu manga yollarını mangmagan bolsa ve Kur'an ve sünnetke teximi tayangan bolsa. Lekin bay degandek xalq nim bolsa rahbarlarimiz şu. Şunu deyli kısmen. Çünkü bay degandek afsus, men bay degandek jiq kirgim yo'q. Lekin şu Bana nisbeten o teşkilatlarga bir narsa degandin özümizge qarayli. Özümüz nimish qildik bu haqda. Biz özümüz haq taraf tutdukmu? O teşkilatlar kafasına göre işlerini qilaverdi. Ulardan ağrınmay özümüz nimish qilyapmiz. Men shuningga jiqroq odaklansak, jiqroq shuningga ko'ngil bilsak deb o'ylayman. Chunki boshqalarga tillash, masalan, bay degandek dastlabki gapim, masalan, nurg'un insonlar şu Filistin'in sınırı turatkan halk, Filistin halkı yardım kıgısı battı ameli olarak. Lekin tosidi. Kılamaganınkin onun ornaga mesela dua, teheccüd, maddi yardım, sosyal medya, nurgun cihetten paylaşış, yani yana başka işlerini kıgılımı buludu. Gerçi o çünkü teşkilatlarının bir narsa deyişi veya ki demesligi bizning qo'limizdan kelmaydi. Biz onun ornaga shularga teximi mesela bisim tushish orqali veya ki özümüzden haqiqatda bo'lgan, özümüzga haqiqatda bo'lgan mesajni özümüz deb turishimiz kerak, yeyilib turishimiz kerak ve özümüzning haq ustida ve her zaman bopma Uyg'ur masalasiga kelgan chog'da Amerika, İsrailiya veya ki g'arb qutqizmaydiganligini her zaman Allah tarafından hammanimi kontrol qilinayotganini ve vaqt kelgan chog'da Allah tarafından Müslümanlarını işiltiş arqılıq inşallah ve Allah özünün pərislərini əvətiş arqılıq bizning vətənimizmi inşallah bir günü azadlığa erişgəni işini %100 işinişimiz gerek. Bolmasa Amerika'ya tayinib veya ki g'arbning kuchini tayinib degan chog'da Allohga tayinmagan chog'da nim bo'ldi? Bu shirk aynib qoldi-chu. Munda deb qalsaq, ma yordamdan bahramon qilamiz ve Allohchu bütün alemni, kainatni qadir ve qazani hammani kontrol qilingan, yezilib bo'lgan Alloh tursa. Shuningga o'zimiz tashkilotlarga deydiganim, xalqqa deydiganim qanday yo'lda menayotgan bo'lsak, agar Qur'on va sunnatga uyg'un bo'lsa, mengaveringlar. Qur'on va sunnatga uyg'un bo'lmagan bo'lsa, o'zinglarni tuzdinglar inshaalloh. Mening bu vaqtda o'ylaydiganim shu, agarda
Hakikaten garipten nurgulgan Uygur teşkilatları, Uygurlarni temsil qilamiz, Uygurlar İsrailiyani qo'llaymiz deb pek çok teşvikatlarni ilib bordi. Bununki şu İslam dünyasıga musulmonlarning mesela 2 milyarga yakın musulmon bor. Hammasi degidek İsrailning qilgan jinoyatlarini qarlab o'shmanlik qilib keldi. Uygurlarninki İsrailiyani qo'llaymiz degan teşvikatı musulmonlarga nisbatan bir musulmon teşkilatlari bo'lsin, xalq bo'lsin yomon ta'sir berdi deb o'ylayman. Eğer de Palestin'i qo'llayman desek, G'arbninki, abiyam deb o'tgandek Amerika bo'lsin, boshqalarninki Uyg'urlarga qarata noroziligi bo'lishi mumkin. Ba'zi yerlardan quruq qilishi mumkin G'arblik tashkilotlar. Shuni sukut tursak yaxshi bo'lardi, ammo balki ba'zi bir Xitoyning nimalari tarafidan bo'lsin, Uyg'urlarni shu majburiy cho'qim tarafga qistigandek bir ahvollar yuz berdi. Buningda degandek bizning qo'limizdan chiqish kelmagandan keyin duo qilib tahajjud namozini o'qib qilsak yaxshi bo'lardi. Endi imoniy jihatdan hargizmi İsrailni qo'llash bizga Qur'on sunnatga muxolif ish bo'ladi, Isroilni qo'llash. Buni sukut qilsak yaxshi. Endi o'zimizning masalasiga kelsak, hozir Amerikada Xitoyninki ziyorati bo'lsin, Baydenninki Amerikaning Xitoyga ilib borgan jazolarninki amaldan qoldirilib Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilaymiz deb ilib borgan bu ishlarga nisbatan bizningki yana shu Qur'on sunnatga ching eslib mangdigan kishilarga nisbatan g'arb siyosatininki muqim bir adolat tarafda emas, balki manfaat tarafda turadiganligini yana bir qatim isbotlab chiqdi. Sen inglizchani yaxshi bilsan, g'arb shu boshqa Amerika turayotgan bo'lgandan keyin amaliy ahvollarni, nima ishlar yuz beryotidi, dunyo nimaga yuzlanyotidi, dunyoda nima yangiliklar yuz beryotidi Uyg'urlarga munosabatli. Mushu haqda bir to'xtab o'tgan bo'lsam. Bay degandek, masalan biz Amerikaga tayandik shunami? Amerika tayangandan keyin necha yilni yoqi hisobda bu G'arb va Amerika bo'lsin, Uyg'urlarning mikrofoni bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Uyg'urlarni en azından bo'lsin tunidi. Ama bu soatdan keyin Amerikaga Müslüman devletleri anlamaydı. Zaten hozir manga nisbatan G'arb Uyghur meselesini oturup koygan çağdımı bana bek cağalı bilindi. Bek yağan bilindi. Çünkü bir taraftan sen ayrı Müslümanlarını yardımcı olup kırılıbasa 14 milyar dolar evat vatsa bizning bajning pullarimiz Amerikada men baj to'layapman mesela. Bizning bajning pullarimiz shuni ketyapti. Bunun için Amerikan gapini texmi anglamaydi. Aran testda amaqli qilg'izanti. Miyadiki bu atgan ish xalqchu, xalq uyg'ondi. Yana xalqning harakati pek muhim. Hozir bizmi necha vaqtni yoqi işte nim bo'ldi? Uyg'ur emgak mollarni amanglar deb. Bu yaxshi mangmidi-chu, xalqni uyg'otib pulolmadik. Bu Qaysi xalqni? Uyg'ur xalqimi yoki umumiy dunyo xalqini? Umumiy dunyo xalqini uyg'ontirib pulolmadik va bu g'arbdagi hukumatlar o'zining xalqiga hisob va yoki o'zining şirketlerge yeterlik bisim qilmadi. Şu Xitoydan chekinib chiqinglar. Gerçi qonunlarni chiqargan bile yanıla mushu g'arbda bile qilingan tijorat savdo borgan sari taqim o'syapti. Şunga xalqning harakati bek muhim. Mesela Filistinning masalasiga qarasak, yaqindan yoqi bu cho'ng markalar, yemek-ichmak deyli. Ma'laqanimi stock market deymiz. İlqima Burhan kardeşimiz nim qildi. Ben Uyg'urchasini unutib qoldim. Ashlarning yemisi borgan sari tushib ketib bordi. Cho'ng markalar McDonald's bo'lsin, Starbucks bo'lsin. Chunki xalq ammayotdi. Gerçi Amerikadagi cho'ng davlatlar mesela Uyg'ur mecburiy emgakka qarshi qonunlarni chiqargan bile o xalq yana sotini ilyapti-da, o Chinning mollarini, Xitoyning mollarini. Shuningga biz endi asosiyatdan hukumatlar bizning irqiy qirg'inchilikni tunib bo'ldi. Qonunlar chiqarilyapti, destek bor hukumatlardan, BDT'dan. Lekin xalq hozirgacha biz yetarli darajada xalq bilan aplashmadik. Türkiye'de bu yaxshi qilindi, xalq biladi. Ama xalqning o'zi och bo'lg'ashqa yetarli yardım qılamaydı. Yana bir örnek bo'lsa, xalq tarafidan uyg'ongan bo'lsa, Fransiyada, ama Dilnur kardeşimiz Fransiya xalqini uyg'ondira oldi. Lekin biz Amerikada turib, umumiy Amerika xalqini uyg'ontirib bo'lolmadik. Biz faqat
yaxshi qildik hukumatning ishchidagi kongressning zallarida oblan qilyapmiz, lekin xalqning nimasiga aylantirgudek bir kuchga sahip bo'lmadik. Hatta bu Filistin meselesiga kelsak, o'zinglar ko'rdinglar, Yahudilarning o'zi ko'chalarga chiqyapti. Yahudilarning o'zi Filistinni desteklab ko'chalarga chiqyapti. Bugun bu namoyish bor. Kichik bolalarni yig'ib Aqsaroyning oldiga bordi. Ya'ni umumiy xalq yordami bor. Hatta boy degandek shu cho'ng markalarmi mishadimi bor atrofida. Mening yonimda bir Starbucks bor. Nimasini taqib etdi vaqtincha. Chunki haq bo'lmayotdi shu kafirxonaga. Shuningga xalqni tekrar uyg'ondirish kerak, sosyal media tig'im ishlatish kerak. Burunqidek ishlatmayotimiz, burunqidek Twitter. Agar hozirgacha siz Twitterda bo'lmasangiz, Instagramda bo'lmasangiz, bu da'vo Facebook o'ldi. Facebook degan cho'nglar bir 40 yosh, 50 yosh qarsanglarlikqa shu yoshdagi insonlar ishlatadi. Bütün yoshlar, bütün nimalar gerçi TikTok'u işletmeyimiz. Xitayning nimasi deb TikTok ishlatmanglar bo'pti. Lekin Instagram, Twitterni obdan ishlatib bu sosyal media to'xtamay gündemde tutish kerak. Chunki nurg'un insonlar mening yaqin bir ayning yoqi qilayotgan tashviqotimda Uyg'ur qirg'inchilik bo'latamdi deb unutilib qolibdi-chu, tugidi deb o'ylab qolibdi. Chunki xabarlarda yo'q. Ve bu saatten keyin xabarda bo'lsa-mu g'arbning mediasi qat'iy ishonmaydi. Shuningga o'zimiz jiqroq o'ttirg'i chiqib, shaxsan chiqib qo'limizning kelishicha boshqalarga tayanmay o'zimiz ovoz bo'lishimiz kerak-ku. Çünkü mağduram ko'rdiki, BBC, u CNN, u Fox hammasi yag'in. Ammo men g'arbda yana bir o'rgangan narsa, bular İsrail meselesi kelgan chog'da sağcı bo'lsin, solcu bo'lsin, hammasi bir sapda turdi İsrail için. Ama biz bek bo'linib ketdik. Biz bek bo'linib ketdik. Hazır bu şu dep ötden hazır Uygurlarning özümüz anlatışımız gerek dep. Yukarıda Uygurlarning özümüzün faaliyetleri bek azlap ketdi degan gapim bulundu. Amerika'da bu Amerika'daki bir neçe kişilerninki taqatkan xabarda şu Xi Jinping'ninki qatil Xi Jinping'ninki kelgan vaqtning o'zida bir dona Uyg'ur qizining ham faqat shu qarshi namoyish qilganligini, boshqa yerdagi tashkilot, boshqa kishilarninki chiqmaganligini debdi. Bu nima uchun unda boshqalar chiqmadi? Nima uchun bu xalqarodagi Uyg'urlarning nimasi faoliyatlari nimalar azlab ketib bordi seningcha? Bir necha sabab bor. Sen nima chiqmading ras? O Xi Jinping'dan kelgan vaqtda bir dona qiz bola chiqdi deb chiqarib qo'yibdi rasmni. Sen mi chiqmading? Nima ish chiqmadi bu yerdagilar? Asli bu sebep emas, lekin bu namoyish nimada bo'ldi? San Francisco'da bo'ldi. Men Washington DC'da turaman. Yani arliq yiroq. Mishadin San Francisco'ga taxminan 4-5 saat fuchidigu deyman. Yani arliq yiroq. Anondan keyin Aeroplanda 4-5 saatlik yo'lmidi? Aeroplanda 4-5 saat. Anondan keyin bu yerdagi umumiy kilometrda Pardon? 1000 kilometr yiroqlikdami ya? 1000 yili qarab baqsaq bo'ldi. Tam olarak qancha? Yo'q, 1000 kilometr emas. 4-5 saat uchish bo'lsa 4-5000 kilometr bo'lish kerak. Hozir tekshirib baqsaq bo'ldi. Yana birisi San Francisco'da Uyg'urlar jiq. U yerda mening bilishimcha, men o'zim sanab baqsam, jiq bo'lsa Uyg'urlarni temsil qiladigan jiq bo'lsa 10 kishi chiqdi deb o'ylayman. Xatolashishim mumkin. 5-10 kishi chiqdi. Bu yerda Tursunay qarindishimizning videosi ko'p tarqaldi. Chunki u Xitoylarning orasiga kirib nim qildi. Alloh razı olsun. U yerda bir ma'nilik bir ish yuz berdi. Anondan keyin bu yerda artıq namoyishga bir xil nim buldu. Ne olacaktı ki? Bir faydası yok. Bob mu? Bunda bir mesele var. Şunçilik yüz bersi mi? Bu Amerika en qattiq Xitoyga qarshi en qattiq tuğan devlet Amerika. Ya şunçilik zulüm bersi mi? Nimişqa Hitler'dek birisini bu Amerika kildi deb bir xil bir ümitsizlik barçu. Ama onun orada qarsanlar
bu Tibetliklar jiq chiqdi, jiq ko'rindi. Shuningga mushu sabablardan nimasi bor? Andan keyin boy degandek Uyg'urlarga Xitoy tarafidan kelgan bisim, boy degandek chegara ma'lum bir darajada ichildi. Amerikada deymiz, Avustraliyada deymiz. Asas jihatdan uchiq oshkora Sharq Turkistonning bayrog'ini ko'tarib turib harakat qilmayotgan insonlardan boshqa hammadan berib keliglik. Asas jihatdan berib keliglik. Şu namayişdən faydası yo'q degan masalada Falastinga haqiqatan nurg'un davlatlar olsun, yaxshi bir yordam qilmadi, nurg'un namoyishlar bo'lgan bo'lsin. Falastin masalasida ko'p mayli turklar olsun, boshqa millatlar olsun namoyishdan foydasi yo'q deb degan gap chiqib bo'lindi. Uzundan beri bor gap bo'ldi. Şu Amerikan Iroqqa hujum kirgan vaqtida şu Amerikalik ma'lum bir şu inson haqlari muhofazachisi, qo'g'dug'uchisi degandek. Yıllarca namoyish qilgan yolg'iz. Amerikanınki Iroqqa bostirib kirishini. Buni muxbirlar 4 yil, 5 yil davomlashgandan keyin muxbirlar berib, "Sen ama yolg'iz kishi namoyishing Amerikani to'xtata olamdi, nima foydasi bor?" degan vaqtda, shu Amerikaning qilgan jinoyatini men to'g'ri deb qaramayman. Agar men namoyishga chiqmay, noroziligimni bildirmay, o'zimning ishini qilib yashasam, men Amerikaning qilgan ash jinoyatini to'g'ri deb qabul qilgan bo'laman. Şunlaşkı ben bunun hatalarını özüm kabul kılmasık için, bana Amerika'nın sınır etmesi için ben bunu çıkıp üzerine agahlandırıp, üzerine sevmekle bunun kılgını hata der, öz ödemge cakarlap, hatırlatış için çıkıvatmaya derken. Azıcık en bulmağa vaxtıda mı öyle ki, mesela sünnetimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sizler bir hatalıkını, bir yamayışını kösanlar, kulunlar bilen tosanlar, kulunlar bilen tosaş kadir bulanmasanlar, iğzınlar bilen tosanlar, iğzınlar bilen tosaş kadir bulanmasanlar, qalbinglarda olsa nafratni qo'yadin, yiroqlashinglar yamash bo'lib qo'yadi deb shunday hadis bor. Uni nima qilolmasa qalbda iymon yo'q degan gap bo'ldi ekan-ku. Shunglashqa uning foydasi yo'q, hech nima qilolmadim deb xotirjam yashagandan qalbimizni norozilik qilib, ig'izimizni bo'lsa to'sashga tirishsak, bir kishilik imoniy vazifamizni ado qilgan bo'lamiz endi. Boshqa nurg'unlagan ahamiyatlari bor amaliyotda. Shunday bo'lsa, mush eng bo'lmaganda mush xil javob bilan yana davomli faoliyatlarimizni davomlashtirishimiz kerak. Şu yaşlarımızda olsun devamlı tepkin atkan mesele faaliyetçilerimizni şu faaliyet yani Xitay'a karşı ictimai olsun siyasi olsun hareketlerge ötküzüş için halkımızı uyg'otish için nimalarni qila olamiz? Yani seninki qilayotgan ishlaringning faoliyatlarining qanday bir ahamiyatlar bo'ldi? Yana shuni davomli mushkil shaklda ilib bormoqchi bo'lmaslik qanday qaraysiz? Bana Ayşatkan kaynashda bildiki şu sosyal medyada video işletish orqali, yezish orqali, maqola yezish orqali bu harakatimni davom qilyapman. Bu endi o'zimning chevramdagi larga anlatyapman. Buni shu asta anlash orqali, ya'ni hozir kanallarning cho'ng kichikligi kichik başlandı, asta başlandı. Bana nisbeten en faydalı, en zor hazır biz bopmu g'arbda turayotgan qarindoshimiz bo'lsa, shu sosyal medyani bu bir kural, bu bir nimet. Hamma odamlarga tavsiya qilaman, Instagram, Twitter, Rumble, YouTube kanallarını içip to'xtamay tashviqot qilish. Mayli bir ergeçkisiniz bo'lsin, ikki ergeçkisiniz bo'lsin, onun bir nimasi yo'q. Bir kishiga anlatgan bo'lsangiz, ham u bir yaxshilik qilgan bo'lsangiz Uyg'ur xalqimizga, hamda bu bara inşallah cho'ngiydi. Buni sal qaramay, bu bir kishi anlasam nim bo'ldi. Yana birisi Allah katında bu savab olgan bo'lsangiz. Çünkü zaten elin sonunda bu dünyada dünya kalmaydı, Amerika kalmaydı, Xitay kalmaydı, Şarkı Türkistan mı kalmaydı? Hiç kaysımız kalmayız. Bu mu bir amel olarak? Bunu ahirette inşallah cihad ornağa savap ağınımızını şahsen ben işineme şununla bunu ma dünyada bunun yaxşılığını veya ki nimisini kömesem mi çok ahirette, kabirde, kıyamet günde bunu körmen deyip, bunu işinip durup şahsen ben bu işini kuvvetime. Şunu hem adamlarga
tavsiye qilaylik inshaalloh. Anadaki şu ilqi bir gazı köp kısım bulunmuş Türkiye'deki nurgun halkımızın kallasında bir hukum payda oldu oldu. Bu hukum ilqi özümüz pul tapmay durup bir iş kığılıp olmaydı ki pul bulmasa, şunlaşka başka işe hazır arlaşmay. Pulunu cık deyip anandan keyin Xitoyga qarshi bir ishlarni qilsak deb shu xil fikr ko'p tarqalyapti va qabul qilinyapti. Lekin men tanıgan cık tanışlar milyonlab pullarını tapkan bolsunmu ne iktisadını, ne vaktini, ne gücünü bu dava yoluga Xitoyga qarshi kurashga ishiltamayotidu. Bir neçe şu çoğunlukla şu Xitoyga qarshi urush boshlanganda qilman degan bolalarga hozircha qila olatamsiz, muşta qılıcıq pul tapdingiz muşta. Hozir qila olatamsiz desem yo'q. Yani pulunuzni sarf qila olatamsiz desem yo'q deydi. Aşında bir ahval bu. Bu avval pul tepip boy bo'lib, anandan keyin ish qilman degichlarga nisbatan sen qanaqa qaraysan? Uyg'urlarda bir maqol tamsil bor ekan, ot tapqicha eshak men deb. Ya'ni qilib turish kerak-da. Ba imkon bilan. Masalan, biz boshlagan chog'dimi, biz qanday da'vo qilishni uqmagan. Masalan, hozirgacha videolar bor. 2009-yili bo'pti. Shu Urumchi qirg'inchiligini ko'rgan chog'da, u chog'da YouTube aran chiqqan, Twittermi aran uqmaymiz. Shu chog'dimi biz uqmaymiz. Biz namoyish qildik. Hozir u namoyish chiqqan bo'ldi. Bir Xitoy bizni videoga tortib chiqarib qo'yibdi. East Turkistonliklar mushta Sidneyda, Sidney degan men kelgan shahar hamda. Tug'ilgan shahar. Shu yerda namoyish qilibdi deb taqib qo'yibdi-da. Hozirgacha turdi. Hozir 14-15 yil o'tib bo'ldi shu ishlarga. Ya'ni qo'limizda qanday imkon bo'lsa, mani qilg'icha ani qilma emas. Oldingizda nim bo'lsa shuni qilib turish kerak. Ona göre Xudoyim sizlarga ashu rizqni, ashu nimani, ashu imkonlarni berdi. Masalan, mening esimda bor, sammo boshlagan chog'da o'sha Turkiyadagi ko'chalarda ashu Ihson qarindoshimiz bilan men ishlamanki cho'qim bir kameralar bilan o'zinglarning telefonlaringlarda tatdinglar deyman. Shunga boshqa qarindoshlarimiz shuni ko'rib, shuni o'rnak ko'rsatib, qarindoshimiz bir yerlarga boshuvdinglar. Birileri kamera berip turdi, birileri mikrofon berip turdi, birileri bir narsa berip turdi. Çünkü sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib, ma'larda bir umid bor ekan deb. Shunga o'xshash, menga o'xshash. Dastlabda boshlagan chog'da işte cho'ng kanallarga nimbadik. Keyin bu cho'ng kanallar bizni taklif qilmaslikqa boshladi. Keyin o'zimiz kanallarni boshlatdik. Keyin StreamYard deb bir ikram platformla tanıştık. U yerden azrak pul yığıp u yerga yıllık nimini aldık. Taqışqa başladık. Taqatqan siri çoğurak namlar, çoğurak isimler, çoğurak kişiler biz bile bir ekranda çıkışqa başladı. Şu bir yerden başlap duruş gerek. Bir yerden başlap durmağaşqa bu algı kelmeydi. Məsələn, Filistin'e deyli. Filistin ben bugün qarab baxsam 1988-yili özünü biz Filistin'de devletke ilan qildimiş. Ve 2012-yili rasmi BDT tarafından yani 11 yıl avval bulanı devlet yani bir sivilinen zemin olarak tunuptu. Yani yaklaşık kaç sene böyle 30 emez 20 neçə yıl ötübdü de mesela bulanı tunulup gelişi. Şununla bu işler küçük başlandı, yavaş başlandı. Bir yerden başlanış gerek. Eğer palanı iş bop boğandan keyin başlaymandansa bu hiçbir zaman başlanmaydı. Bizim burunmu şu benim asaylarım bizden burunmu yani iki evlat kişiler açtık pul tepip yoki onu bunu kılıp anandan keyin qilamiz deb hozir ular Uyg'urchani unutib, bolalarni unutib hisobda hayot tugab ketgan gapda qanchalik yoshimiz menaqa emas. Endi oxirgi savolim shu hozir masalan ba'zi turk xabarlarda shuni deyotdi. Hozir dunyoninki kuch temponligi almashdi. Oldi bilan shu Rossiyaninki Ukrainaga hujum qilishi bilan Xitoy, Rossiya, Iran hamkorlashib shu g'arbga urush ochgan bo'ldi.
Dastlabda G'arb Ukrainani qo'llab, Rossiyani ajratgan bo'lsa-mu, bu Rossiya qatorliq davlatlar Falastinda bir nima chiqarish orqali G'arbni yangan bo'ldi. Hozir Ukrainaga yordamni to'xtatdi. Başqa nima kelishimlarni tuzib, hozir Rossiya, Xitoy, Iranning kuchliroq bo'ldi hozir. Shularning so'zi o'tilgan bo'ldi degandek bir so'zlar bo'lyapti turklarning nimasida. Bu masalaga nisbatan yani Uyg'urlarning shu ko'rishimizga qanday bir xalqaro vaziyatda qanday bir almashishlar yoki bo'lmasa yangiliklar bo'lishi mumkinmi? Yani Amerikaning masalan Xitoy bilan ko'rishib yaxshilanishi masalan degandek ishlar bilan Uyg'urning Sharq Turkiston ko'rishi qaysi tarafda qanday bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Mencha, qarindishim, sen xafa mencha biz Uyg'urlar bundaq ishlarga jiq kalla qatirmasak. Men bir şahs, senmi bir şahıs etrafımızda insanlarını hareketke başta bir ütküzeyli. Çünkü o çoğun dünyadaki pişkilerini miyaya ütküzüp biz bununla kallımız yetip bulamaydı çoğu. Biz fakat kulumuzun yimkildi. İbadetimizi cayda kıssak. Ananıkin kulumuzun kilgan ameli işlerini kıssak vatanımız için. O şu pişkilerini aylandıran insanlar şu insanlar bu işler kala katırsın. Çünkü bunun bile değişip gelsek şu değişimiz ma senaryo anda bolsa manda sen muhabbama cevap vermem. Belki sen it's okay. Allah razı olsun senden sualınga. Belki senin cevabın vardı. Lakin bana nispeten çünkü bunda neymiş muzakereler pek cık bulunumatıdı. Allah bildi ya. Şununla biz özümüzge odaklanaylı bu Türkçe tüketti. Özümüzge digendekçi o bek çok meseleler. Yani aldığımızı kergeni köreyli ve bizge düşken nimeler işlerini kılaylı, hareketke öteyli gap qilganda jiqroq ish qilaylik deb mushta shaklda javob bersam. To'g'ri. Eng to'g'risi shu. Yani bizning ularga nisbatan bir ta'sir ko'rsatib ketishimizni notayin ish qilib o'zimizning vazifasini ado qilsak. Shu masala yani shu Arslan qarindishimizdan mendan deganda so'raydigan savollar bo'lib qolsa, yozib so'rasanglar bo'ldi. Savollar keldimi, kelmadimi? Ekranda. Miyada bir qarindishimiz yozibdi, Uyg'urlar armiya qurish kerak deb. Tamam, men qitilman. Balki yaqinda ko'rgansan nurg'un qarindoshlar amaliy harakatga chaqirib kelyapti. Bu shaxda bir ozroq tushuntirgim bor. Shaxsan men shu Sharq Turkistonning sınırının o'zida shu amaliy harakat joyida turib anondan keyin men bu amaliy harakatga chaqiriq qilaman shaxsan. Nimishqa desam, masalan, bu gap qilingan chog'da, mushta inkaslarni ko'rgan chog'da Imom Malikning bir hikoyasi esimga keldi. Balki sen bu bildigansan Anvar qarindishim. Mushu bir top insonlar Imom Malikning yinda kelganda kelib mushu qullarni qo'yib bersa qanchalik savob erishgan to'g'risida bir mushuni bir juma xutbasida bir tushuntirgan bo'lsang, qanchalik savob, qancha yaxshi ekanligini tushuntirgan bo'lsang deb Imom Malik qo'pib, ma'qul deydi-ku, tushuntiray bo'pti deb. Shunda juma xutba vaqti kelgan chog'da Imom Malik bu qullarni qo'yib berish ne kadar güzel olduğunu tushuntirmaydi-chu. Tushuntirmay yana bir juma keldi, yana tushuntirmaydi. Shu bir necha juma o'tib ketdi-da. Şunun bu dastlabda bir top inson bağlan inson bir xil afsuslanib, demaydigan o'xshaydi deb bir juma kuni xutbada qo'llarni qo'yib berishga doir Imom Malik xutba berdi. Shuningga voy Alloh xutbadan keyin Imom Malikning yanına keldi dastlabda mushu tavsiyada bulungan qarindoshlar. Mushu qo'llar qo'yib berishga xutba berib siz Allah razı olsun. Lekin buni necha oy avval deb bo'lgan to'q. Nimishqa necha oyni o'tkazib endi dedinglar degan chog'da, u chog'da men bir qo'lga sahib emasdim. Men pulimni yig'ib, bir qo'lni ilib,
anondan keyin men qo'yib berdim. Shunday qilgan chog'da insonlar mening gapimni teximi yaxshi anglaydi deb demisimi u xutbadan keyin nurg'un insonlar yuzlarcha balki minglarcha qo'llarni qo'yib beribdi. Shuningga mening tavsiya qilganim haqiqatan shu maydonlarda bo'lgan chog'da bu tavsiyalarni bu chaqiriqlarda bulunsaq deb tuvanchilik bilan so'rayman. Albatta biz Qur'onga iymon qildik. Qur'oni Karimdagi hamma nimasi to'g'ri. Inshaalloh shu yerdagi emirlar shaxsan menga nisbatan amaliy jihatga aylansin. Amin da qarindishim. Lekin o'zimizning issiq uyda o'tirib turib g'arbda va yoki boshqa yerda bunda chaqiriqlarni qilishi shaxsan men to'g'ri deb ko'rmayman. İnşallah shu kun bo'lgan chog'da qarindoshlar mana yo'llar ichilibdi, kelinglar deb inshaalloh mushta kamilarni ichib chaqiriq qildigan kunlar kelib qolar. Duo qilaylik. İnşallah. İnşallah hammamizningki ashuna bir yaxshi kunlarni ko'rib, vatanning mustaqilligini ko'rib, shu zaminlarda yashashga Alloh nasib qilsin. Amin. Başqa savollar kelmagan bo'lsa, programmani o'sha yerda oyoqlashtiraylik. İnşallah başqa xalqlarimizmi yaxshi fikrlar bo'lsa yetkazib, yaxshi savollar, kimlar ziyorat qilinishi kerak degandek shu xalqimizni uyg'onib, hamma odam shu Xitoyga qarshi o'zining bir kishilik o'zininki xizmat sohasiga qarata yaxshi ishlarni qila oladigan bir vaziyatni shakllantirishga hammamiz tirishaylik inshaalloh. Yana bir gap qatqim bor bu yerda. Diqqat qilgan bo'lsanglar, yana birisi shu nimasiga kelgan chog'da nim gap chiq deyildi. Nima uchun Filistinni qo'llaymiz? Ular bizni qo'llamagan bo'lsa, Mahbuda Shi Jinping bilan ko'rashdi. Voy ma arab davlatlar satqon. Abi biz zaten dünyada bir Müslüman rasmiy shariat bilan yurgizayotgan bir davlat yo'q-ki. Ya'ni ular shu ishni qilgan bo'lsa, qaysi bir hadisda, qaysi bir Qur'oni Karimning oyatida ular shuna qilgan bo'lsa, sizlarmi shularga qarshi ashta turishinglar kerak. Yo'q, bu biz shu yerdagi Filistin xalq bilan birlikda ya. Buningda siyoset kerak yo'q-ki, bu yerda irqiy qirg'inchilik bo'layotgani aniq. Hamda ochlig'i bilan turamisak, bu yerda zaten nurg'un qarindoshlar deb ketibdi, bitta Isroil davlatida yashab ketdi. Yo'q. Bizning hadislar bo'yicha bo'pmi Imom Mahdi kelgan chog'da Isroil davlati yo'qab bo'ladi. Isroil degan bir şey qolmayacak yani. Şimdi biz bunun iman keltirdik. Bununla ters hareket qilayotgan bo'lsangiz, lütfen qarindishim diqqat qiling. Shuningga bütün dünya, bütün yer shari Uyg'urlarga bizga qarshi bo'lsa-mu, yana oqimizdan inshaalloh Alloh bor. Buni ishonishimiz kerak. Palani yerda nap keldi deblam o'zimizning imonini, vijdonni sassak bo'lmaydi. Oxirgi so'zim bu. Allah razı olsun. Sen bu haqda men o'zim boshqalardan anlab beshinga shu Falastinni qo'llash-qo'llamaslik bu masalasida musibatlarning kelganligini anladim. O'zim fedakorlik ko'rsatib, necha badallarni to'lab xizmatlardan ayrilib degandek shu abiyam sen o'zing deb o'tgan imomning beshiga kelgandek badal to'lab anadan keyin so'z qilgan bo'ldim. Nurg'un qarindoshlar bilmasligi mumkin, lekin shu haqda turish uchun o'zlarini ish qilib chiq badallarni to'lagan bo'ldim. Alloh qabul qilsin. Alloh sabit qadam qilsin. Shuni bay degandek masalan sen mudiringmi? Masalan senmi nurg'un insonlarni ekran ichinglar, kanal ichinglar, chunki sen qilib baqding. Türkiye'deki ko'chalarga chiqinglar, ziyorat qilinglar. Musha Burxon qarindoshimning videolarini ko'rdim. Sen qilib baqding, boshqalarga tavsiya qilding. Shu abayqa gapimmi o'zimiz qilib beqib, anondan keyin qilsak, teximo xalqda çünkü bizning bek mazbi sözümüz bor. Iliqi imonning deginni qilg'inni qilma debchi. Shuningga bu ishga tushib qolmasligimiz uchun o'zimiz qilili. Anondan keyin chaqirsak, teximo samimiy bo'ldi. Haq teximo ishindi va boshqalarga bir ulgi bo'lamiz. Men o'zimni bek ulgi demayman, ya'ni ulgi bo'lishga tirishayotgan biri inshaalloh. Allah hemimize yardımcı olsun inşallah. Amin. Amin. Hem de uçkurak kanda şöyle mesela iş kandak bir dolarlık ya ki bir liralık bedel tölemey bu küreş için. Anandan keyin to'xtamay boshqalarni ayblab, qusur izlab, anandan keyin vatanga urush qilsak, armiya qursak, u bu degan kishilarga nisbatan buni aytib uyg'un bir so'z bo'ldi. Aldi bilan shu azroq olsin bir badal to'lab
qul azat kılanmasımı şu 5-10 liram bolsa şu Hı yolu hı. sarf kılıp andan keyin armiya kuruş, Xitoy qarşı uruş kılıç degendek sözlerni qissa texmi yaxshi boldu inşallah. Qarindoshlar, bu dünya geçici, temporary, mengülük emas ey. Yani bay degandek elhamdülillah biz Uyg'urlarni tanlabdi. Bay degandek bu jangni mayli naq maydon bo'lsin, mayli amaliy, mayli nimali bo'lmasin, qisman insonlarni tanlab qo'yish va har kuni elhamdülillah deyma. İnşallah buningki nimisini bu kim qilayotgan bo'lsa, o'sha to'g'ri yo'lda qilayotgan bo'lsa, qabrda ko'ramiz, oxiratda ko'ramiz. Bu faqat bu dunyoda emas. Bu e, biz Allah bizning niyatimizga va bizning ko'rishimizga savob yozdi. Bu g'alaba Allah tarafidan keladi. Ve Allah'ның bay degandek bu ishlarning hammasi biz Uyg'urlar nim kun ko'rayotgan bo'lsak va yoki shaxs olarak nim ko'rayotgan bo'lsak, oldin ola yezilib bo'lgan. Biz bunga iymon keltirgan. Shu? Shuningga Doğru. gerçi bilingan narsa o'zamcha bu yerda oqsoqollik qilib, lekin qaytida Hoş. deb turish kerakchi bir-birimizni Doğru. qaytirlab isimizga sep turishimiz kerak. Doğru. Andım şu degandek nurgun adamlar nurgun hamma narsani bilsimi unutib qoldi ekanchi vaqtlarda. Masalan, namoyishning nim foydasi, uning nim foydasi, buning nim foydasi degan kishilarning ko'pinchisi, hatto mening tanishtirimning %1 80-90% İbrahim Aleyhisselam'ның ot taşlagan İbrahim Aleyhisselam'a otqa öçürmen deb suv to'shgan qushqashdan keyin bir tomchi suvni og'zi bilan to'shib shu o'tning ustiga tashlagan qushning hikoyasini yaxshi biladi. Amaliyotda u bir tomchi suvniki o'tni o'chirishga bir tal faydası yok, neticesi yok ama şu bir kişilik vazifesi ada qilgan bo'ldi. Allah şu hesap so'raydi de vazifani ada qildimmi, qilindi kelgan degan. Bu hikoyalarni, bu voqealiklarni, hadislarni nurg'un qarindoshlarimiz biladi yo o'zining amaliy hayotiga tatbiqlash kelgan vaqtida xonaqlashib unutilib qoldi ekan. Shunga tekrar bilsak xotirlatib bir-birimizga qilishni aytdi. Yaxshi. İşiniz gerek. İşiniz gerek. Mesela ben bu baydığı bir videonu gördüm. Şu yerki İsrail askerleri qo'rqayotgan, naq joyda yiqilib tushayotgan, ko'zida bijimini ko'rayotgan, ashlaq shunchalik bak. Şu bölgede eng texnika yuqori qurollari va tanklari bor. Shunda bo'lsa titrab qo'rqib, qechib, inshaalloh shu yerdagi qarindoshlarimizga Alloh yordamchilari bo'lsin. Nurg'un voqealarni angladik. Alloh tarafidan nurg'un mo'jizlarni ko'rib yetibdi. Acayip aşını ko'rib turib, bay degandek shu qarindoshlarimizni o'rnaklashimiz kerak. Ve şu hadisler, qarindoshlar bu oyatlar, bu hadislar faqat rivoyat emas, bunlar gerçek. Biz yeterlik ishonishimiz kerak bu ishlarga. Doğru. Ben hakikaten hoş Palestin'de hoş uruş başlanıştım burun sahabelerin hayatı, peygamberlerin hayatını şu burunla tüyap başında bu ketken hazır biz yaşamaydıgan bir zaman o şeyde dep başında estiğol kep kalgan. Hoş Palestin'deki kırındaşlarımızınki şu kılgan pidakarlıkları bir hemşerimiz, ayol hemşerimizin yolda şeye gitip kesse yolla çıkıp hoş olup tekbir olap Allah mening yo'ldishimni shahidligini qabul qilsin, shahid ol deb xo'sh bo'lib shunda nima qilib ketdi. Ya'ni bir qarindoshimiz er kishi o'zininki balasi, ya'ni ayolining qo'rsig'idagi balimi parchalanib chiqib ketibdi. Shu o'zining balasini ko'tarib turibmi? Biz hargiz voz kechmaymiz. Hamma narsamiz mushtaq pido bo'lib ketsinmi? Biz hargiz voz kechmaymiz. Cho'qim Falastinni mustaqil qilamiz, Yahudilarni chiqarib qo'llab tashlaymiz deb mayuslanish ata-onamda ailemde ayrıldım, tug'ilgan balam şey top ketdi degan mandaylik üzülüş yok. Şunda xoşal. Yaralangan qarindoshlarimiz mu şu shunda oyatlarni o'qib, takbir to'lab, badan parchalanib ketgan jinchiq shaldi qarindoshlarimiz boshunda bir xil sahobalarning hayotini şu kishilarninki nimasini ko'rdim hamda hakikaten qoyil oldum. Çünkü uyadagi parchalanib ketgan bu dünyadaki kıyafeti. O ruh parçalamadı ki. O kişi ölmeydi ki. Bir ölüm, hakiki mengülük ölüm yok ki. Eğer biz dünyadaki közümüz emas, İslam imanının közümüz bile kögen bolsak şu kişinin mukafatını ya Allah keşke ben şu kişinin oruna boğan bolsam dep
Hatta ahirette böyle bir vakalar bulamış. Biz Hı. ahirette şu şehitlerinin şu şekilde mükafatlarını görüp ya Allah benim mi qaytırma dünya eklep meni ming parçalab etgan bo'lsang men mu shu savobga erishgan bo'lsak da biz işte deptirganmiz. Hı. Bunu ancak iman bo'lmasa inson çıldırır. Nima sarang bo'lib ketadi. İman Doğru. bo'lg'achqa bu ishlar ko'tirib bu dünyanın mengi emasligini, şu kishilarning, şu ballarning, şu kishi şehit bo'lgani allaqachon yezilib bo'lgani, bular eng mübarek insonlar asli. Eng mübarek. Filistin xalqi mübarek, Uyg'ur xalqi mübarek. Bütün dünya kuchi birlashib G'azo bilan savaşıyotdi. Xitoydagi ikkinchi dunyoda hamda atalmış eng qudratli davlatlarning orasida bo'lib, Uyg'ur xalqi bilan aplashyotdi. Biz ne kadar bir mübarek bir xalq. Hergiz üzülmeyli. Uyg'ur degani qanchalik Uyg'ur bo'pmi Müslüman deganimizda shunchalik bir nim bo'lishimiz kerak. Faxrlanishimiz kerak. Alhamdulillah deyishimiz kerak. Allah subhanahu wa ta'alanınki size Allah'ın yolda öldürülüşüne kapırlar ölümden kaçıp kokkan bolsa sizler şunçalik ölümni yaxşı görsizler. Ölümni Allah'ın yolunda ölüşünü yaxşı görmesen ama ün bulamaysınlar bir nim bakin. Şu ayetine hakikaten göz aldığında canlandı şu Palestinliklerninki. Taşlar bilen şu İsrail askerlerinin avtomatla itivassa o gras ok itivassa taşlarla aldığı yüzgürep menişleri hakikaten beni çok tesirlendirdi. Bizden ügünüş tegişlik nurgulluğun nimlerimiz bakin. Tehi özünün turvatkan yeri qoğdulup sıkıştırıp 10 kilometre kenlikte 40 kilometre uzunlukta bir yege biz turvatkan bir yezdin mi küçük bir yege çeklep koysa ula şunca yıllardan beri yani 20-30 yıldan beri tayyorlik qilib ostini aşıp turvatkan yerden neçehsi uzun çoğ 500 kilometrelik 300 kilometrelik bir yak Mısır'a çıkıdığan yani bir tarafı İsrail Uyeybe'ye çıkıdığan aşındaq tonillarını kovalap onun içinde kurallarını yasap raketalarını yasap nurgun tayyorliklarni qilib muştalab ötep gitimiz mi bunun impayet var demek tınım tatmay işlişi hakikaten meni çok tesirlendirdi. Biz bu erkin dünyada yaşayotgandan keyin en bo'lmagandan oğlar o'sha qilamasak mı? Eşimiz bir ağzımızda bir kişilik vazifemizni ada qilib so'zlab Xitoy zulm qilyotidi. Türkçe bildiğalar Türkçe, İngilizce bildiğalar İngilizce, Arapça bildiğalar Arapça. To'xtamasdan nimani qila olsak shuni qilgan bo'lsak, bizning ahvolimizda mo ko'p o'zgarishlar bo'lib, Allohninki qalbimiz kelgan bo'ladi deb boshladik. Ishqilib bosh Falastin masalasidan nurg'un ibratlarni, nurg'un ilhomlarni oldim. İsrail degandek İsrail askerlari hammasi to'liq turibmi, qo'rqinch ichida o'lib ketmasam deb. Falastinliklar Allah'ın önünde ölsem, ölüp ağam bolsam bana hak yolda durup dep, ular ölümünü arzu okup Allah'a itilip durdu. Tanklarga özünün içinde asker var, minip durgan tanklarının üstüge bombalarını koyup yüklep verip itilip oy maşallah dep iş qilib. Hakikaten sahabaның hayatını köygende kes qildim. Şunun bilan boy degandek, tashkilotlarni tillash oson. Rahbarlarni tillash pek oson. Lekin o'zimiz menga nisbatan ularga gap uzatishdan burun o'zim yemish qilyapman deb agar o'zimiz to'liq nim bo'lgan bo'lsa abay degandek rahbarlarimiz nim bo'lsa u faqat shu xalqning yansımasi. Hozir cho'ng yerdan kelmayli, cho'ng o jihad mihatdan kelmayli. Bu o'ylab baq. Uyg'urlarimizning qanchasi 5 vaqt namoz o'qiydi. Bu basit yani. Muslim deyli. Ona göre biz namazımızı başta bir 5 vaqt normal bir o'qib qili, ananikin qolgan gapni deyish baqayli. Shuna mı? Açılımı qılamısak biz ya Cenab-ı Hakk'a bir yarım saat belki 40 minut vaktimizi çıkaramısak tarat merat bile 1 saat 1 saat abi gerisi hikaye. Şunun özümüzü tüzetsek her bir xalq her bir kişi özünü ailesini tüzetkendan keyin qolgan ishlar otomatik hal bo'lib ketadi. Otomatik hal bo'lib ketadi. İnşallah. İnşallah. Bu da mesela Arslan kıymetli vaxtdan çıkarıp söhbət quruşduqdan gəldi. Görüşkicəmsə sən onların barlıq görülməlilərinki salamat buluşunu diləyəm. Görüşkicəm olmağa Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Aleykümselam.